akamni oldiga kelganman-da. Hozir gaplashib o'tiribman. Olti kundan keyin 4-boyim kilitkani orqasida ukam bos degan ovozni shunchalar eshitgim keladi. Afsuski juda uzoqlardan bu ovoz keladi. Afsuski bu kilitkani orqasidaman. Men juda ham xohlardim borki, yonimda bo'lishim. Jigardan Alloh ertachi ayirmasin ekan. Ishoninglar. Lubboy kulib turganlaringizda shunday bag'ri dillaringizni uzilib ketib, ma'yus holatga keltirib qo'yadi. Bu chin yuragimdan aytyapman.